Ko'pchilikda eng katta savol shunday bo'ladi. Grijani qachon operatsiya qilish kerak, qachon kerak emas. Grija har doim ham operatsiya degani emas. Uni to'g'ri reabilitatsiya va har xil mashqlar yordamida davolasa ham bo'ladi. Eng muhimi jarrohliksiz. Lekin buni kechiktirsa, jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Avvalo operatsiya qachon kerak emas. Agar bemorda yengil yoki o'rta darajadagi bel og'rig'i bo'lsa va og'riqlar oyoqqa tarqalsa, lekin kuchsizlanish u darajada kuchli bo'lmasa va bemalol harakatlana olsa yokida uzoq vaqt yotish va medikamentozli terapiya holatni yengillashtirsa, bunaqa holatlarda operatsiyasiz boshqacha yo'llar bilan davolansa ham bo'ladi. Ya'ni reabilitatsiya mashqlari, fizioterapiya, manual terapiya, mushaklarni mustahkamlash va turmush tarzini o'zgartirish. Ko'p bemorlarda aynan shu yondashuv yaxshi natija beradi. Endi eng muhim qism operatsiya qachon kerak bo'ladi. Operatsiya haqida o'ylash kerak bo'lgan jiddiy belgilar bor. Birinchisi kuchli nerv siqilishi. Bunda og'riq faqat bel qismida emas, oyoqqa ham tarqaladigan bo'lsa, oyoqlarda tok urgandek og'riq bo'lsa, bu kuchli nerv siqilgandan dalolat beradi. Ikkinchisi oyoqda kuchsizlanish. Agar bemor oyog'i kuchsizlanayotganini sezsa va yurish qiyinlashsa va osilib qolayotgandek holat kuzatilsa, bu juda ham xavfli belgi. Uchinchisi mushaklarning kichrayishi. Ya'ni uzoq vaqt nerv siqilib qolganligi hisobiga muskullar oziqlanish funksiyasi kamayadi, ya'ni trofikasi kamayadi. Shuni hisobiga muskullar asta-sekin kichraya boshlaydi. To'rtinchisi siydik va najas tuta olmaslik. Bu eng xavfli belgilardan biri. Agar shunday holat kuzatilsa, zudlik bilan neyrojarroh ko'rigiga murojaat qiling. Beshinchisi uzoq vaqt davom etgan va og'riq qoldiruvchi dorilar ham foyda bermayotgan og'riq. Ya'ni bir necha oy davomida shunday og'riqlar kuzatilsa va hayot sifatiga keskin ta'sir qiladigan bo'lsa, zudlik bilan operatsiya holati ko'rib chiqiladi. Bu gaplarim bilan operatsiya qilish kerak demoqchi emasman. Operatsiya har doim oxirgi variant. Lekin operatsiyaga ko'rsatmalar bo'ladigan bo'lsa, operativ holatni kechiktirmagan ma'qul. Eng katta xato nima? Ayniqsa bizning xalqimiz o'zi o'tib ketadi deb uzoq muddat chidab yuradi va og'riq qoldiruvchi tabletkalar bilan vaqtni cho'zadi. Buni natijasida nerv uzoq vaqt siqilib qoladi va tiklanish jarayoni keyinchalik juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l erta tashxis, MRT tekshiruvi, nevrolog yoki neyrojarroh konsultatsiyasi orqali holatni baholash kerak. Agar sizda ham bel og'rig'i, oyoqqa tarqaladigan og'riqlar, uyushish, kuchsizlanish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bu holatni e'tiborsiz qoldirmang. Men Bahodir Ilhomovich ko'p yillardan beri bel grijasi va umurtqa pog'onasidagi muammosi bor bo'lgan insonlarga yordam berib kelmoqdaman. Agar sizda ham quyidagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qiling yoki kommentariyada savolingizni yozib qoldiring. Shaxsan o'zim javob beraman.